Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochirim sizni tez orada qanday xushxabar olasiz. Bu qisqacha video bo'ladi. Kim agar shu mavzu haqida ochirim qildirmoqchi bo'lsa yoki shaxsiy ochirim qildirmoqchi bo'lganlar uchun Telegramga Feride Tarokart deb yozsangiz men bilan bog'lanishingiz mumkin. Niyatingizni oldim, shifoli bo'lsin ochirim. Tez orada qanday xushxabar olasiz? Ko'raylikchi. Sizlarning ba'zilaringizga yo'l tushyapti. Ish taraflama. Xo'p, sizda yaqinda bir bu yo'l tushayotgani ish taraflama. Sizda bir yaqinda xushxabar keladi, ya'ni xursandchilik azizlarim. Bu xabar juda ham chiroyli bo'lib hayotingizga kirishi haqida bu yerda aytmoqda. Biroq sizlarda to'siqliklar bor. Lekin bu to'siqliklar vaqtinchalik o'tib ketadi, ya'ni avgust oyiga deb aytib bermoqda bu yerda. Yana nima desam, hayotingizda kutilmaganda o'zgarishlar bo'lishini, bu pul taraflama bo'ladi yoki kimdir hayotingizga keladi deb bu kartamizda aytmoqda azizlarim. Bu ikki xil holatda keladi. Azizlarim. Birinchisi, sizni hayotingizga kelib kimdir sevgi izhor qiladi yoki biror joydan go'zal xabar olasiz. Ikkinchi taraflama hayotingizda pul taraflama bo'ladi. Bu pul masalasi biroz sizda to'siqlar borligi uchun sal qiyinchiliklar bilan kirib kelishi mumkin. Lekin bu barakali, rizqli bo'ladi deb azizlarim aytmoqda. Xo'p, hayotingizda yana qanday o'zgarishlar bo'ladi? Hayotingizda bu raskladimiz menimcha ishli insonlarga tushdi. Sababi ko'pchiligimiz pul taraflama, ya'ni qisilib qolganimiz, shu boisda pul taraflama sizga pul oqimi yo'llaringiz ochilayotganini, pul sizga qarab eshiklari ochilib, ya'ni yaqinlashayotganini ko'rsatmoqda bu yerda azizlarim. Tortishib qolganlar uchun aqlingizdagi inson siz bilan yarashish, ya'ni yo'lini izlayotganini bu yerda aytmoqda azizlarim. Xo'p, sizga yana qanday xushxabarlar kelar ekan? Ba'zilarda esa oilasida xursandchiliklar kutmoqda bu yerda. Ba'zilar sevganini o'ylayapti, bu yerda siqilayotganligi. Xo'sh, qanday xushxabar bor? Aqlingizdagi inson esa siz bilan yarashishga yo'l izlayotganligi bu yerda aytmoqda. Xo'p, bugungi ochirimimiz shulardan edi azizlarim. Nima desam, sizlarda bu go'zal, chiroyli kartalar chiqdi. Shifoli bo'lsin ochirim. Ya'ni har taraflama bu oy sizlarga kelayotgan oy xursandchilik, to'la to'kis, niyatlaringizga yetadigan oy bo'ladi deb aytib bermoqda. Sog' bo'ling azizlarim, keyingi ochirimlarda ko'rishguncha.